Diqqat! Barcha O'zbekiston fuqarolari tezda xabardor bo'ling. Bugun 5-iyunga o'tar kechasi yerda dahshatli ofat sodir bo'ladi. Tezda barcha ko'rishish shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Rossiya Fanlar akademiyasining Kosmik tadqiqotlar universiteti Quyosh astronomiyasi laboratoriyasining ma'lumotlariga ko'ra, payshanba kuni kechqurun Yerda kuchli va uzoq davom etadigan magnit bo'roni boshlanadi. G3 toifali kuchli va uzoq davom etadigan magnit bo'roni bugun Moskva vaqti bilan kechqurun boshlanishi kutilmoqda. Chunki kecha Quyosh tomonidan bir qator kuchli chaqnashlar bilan Yerga qarab otilib chiqqan bir nechta plazmalar bulutlarning bir vaqtining o'zida yetib kelishi kutilmoqda. Qisqasini aytganda, Quyoshdagi kuchli chaqnashlar Yerga ta'sir qilishi kutilmoqda. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, Quyoshdagi kuchli X sinf chaqnashlaridan ajralgan plazma oqimi bugun Yer atmosferasiga yetib kelishi mumkin. Natijada 6-7 ballik kuchli magnit bo'roni kuzatilish ehtimoli bor. Dastlabki soatlarda ayrim insonlarda uyqu buzilishi, charchoq va yurak urishida o'zgarishlar sezilishi mumkin. Mutaxassislar barchadan salomatligiga e'tiborli bo'lishlari va ortiqcha zo'riqishlardan saqlanishini tavsiya etmoqda, deyiladi ma'lumotda. Azizlar, videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.